Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman Dilnoz opa, kuni kecha ijodiy guruhimiz bilan tasvirga olish jarayonlarida bo'lganimizda startap loyihachi yoshlar bilan uchrashdik va aynan mana shu yoshlarning ko'zidagi shijoati, ularning g'ayratini ko'rib bevosita men ham havas qildim. Ular orasida 8 yoshli g'ijduvonlik bir o'quvchi bilan tanishdim va u o'quvchi bugungi kunda 3 ta tilda bemalol suhbatlasha olar ekan. Dunyodagi ko'plab olimpiadalarda ishtirok etganligini va bu olimpiadalarda ishtirok etish uchun undan faqatgina o'z ustida ishlash talab etilganligini va til o'rganishga bo'lgan qiziqishi shu darajada yuqori ekanligidan men unga havas qildim rosti. Mana shunday taassurotlaringiz asosida albatta teletomoshabinlarimiz uchun ham lavha tayyorlagan bo'lsangiz ajab emas. Xuddi shunday, keling, bu bolani teletomoshabinlarimizga ko'rsatmaslikni imkoni yo'q va bu bolaga barcha men nazarimda tomoshabinlarimiz havas qiladi. Marhamat, tanishamiz. Bugun imkoniyatlarning chek-chegarasi yo'q. Ayniqsa yoshlar uchun ularni ta'lim olishi, bilim egallashi borasida O'zbekistonda samarali tizim tashkil etilgan. Nafaqat o'z ona tilida, balki xorijiy tilda ham erkin muloqot qilayotgan yoshlar safi kengayib bormoqda. G'ijduvonlik yoshlar bu borada tashabbuskor. Qahramonimiz Elnur Faxriddinov 8 yoshda Ibrat farzandlari loyihasi doirasida u til o'rganib, bugun erkin muloqotga kirisha olyapti. Oh, hello, how are you? Hopefully your days are great. Yeah, I am okay. My days are great. I don't really like some of them. What is your favorite hobby? My favorite hobbies are reading books and learning languages. So, okay, I have one interesting question for you and for my twin. Are you ready? Yeah. Okay, what is your favorite section in English? My favorite section in English is speaking. And you? And my favorite section is reading. Which country do you study? I'm studying from English. I love English because English is almost my mother language. Ah, okay. That's great. Your accent and your pronunciation is really good. What do you think about my pronunciation and what do you think about my speaking? Your speaking is kind of good, maybe excellent, and your pronunciation is amazing. Thank you. Thank you. My twin wanna tell you, you have friends from other countries. Yeah, I have friends from other countries. For example, United States, United Kingdom, maybe England, maybe Germany. Ikki qo'li bilan birdek yoza oladigan bu yigit kelajagini katta maqsadlar bilan bog'lagan va bu yo'lda ilmni asosiy qurol qilib olgan. Elnur singari iste'dod egalari O'zbekistonning haqiqiy kelajagi. Chunki u bormagan davlat bugungi kunda qolmadi desak ham bo'ladi. Qaysi davlatda eng kuchlilar bellashadigan bo'lsa, Elnur o'sha davlatga borib, hammasidan eng yuqori natijalarni qo'lga kiritib qaytgan. Men ingliz tilini yaxshi bilaman. Men Ibrat farzandlari evalyuatsiyadan ingliz tiliga qiziqqanman. Misol uchun hamma olimpiadalarni yutganman. Xuddi Indoneziya, Bangla, keyin Dubay, Turkiya, o'sha Ibrat farzandlari ustozlarimga rahmat deyman. Men katta bo'lsam, xuddi man eng tonishli odam bo'lgim kelyapti. Misol uchun Nikola Tesla, Albert Einstein o'lgan hammalar eng bilimli odam bo'lib, o'shalardan qo'shilib ham ulardan bilimliroq bo'lgim kelyapti. Eng bilimli odam bo'lgim kelyapti dunyoga. Xohlayman navro Amerikadan Xitoy man tanishiga. Bu uchun ustozlarim bilan yaxshi shug'ullanishim kerak. Ingliz tili bilib, keyin bir ko'p hamma tillarni ham bilishim kerak. Maqsadni aniq qo'ygan har bir yigit qiz berilgan imkoniyatdan foydalansa, marra ularniki. O'ziga ishonchi baland qahramonimizning oila a'zolari ham doimo uni qo'llab-quvvatlaydi.